Bu yigit to'yda tashkil etmaydilar. O'zlarida shunchaki bir qancha bizneslari bor, tadbirkor yigit. Xullas, Ahmad Doda asoschisi Bobur Ahmadni taklif etamiz. Albatta o'zlarini samimiy niyatlari, tilaklari, tabriklari va ajoyib hit taronalari ila bugungi tantanani fayzga fayz ulashadilar. Aynan bugungi to'y uchun, bugungi tantana uchun Namangan shahridan tashrif buyurganlar. Marhamat. Barchanaga Shahid ukamiz juda ham yaxshi bola. Namangandan kelib, Xudo xolasa hech kimni o'zimizning yaqinlarimizga Bugün aytmagansiz, birinchisi Shahidni to'yida akam sen uchun qo'shiq aytmoqchi. Mana bugun keldim, mana omadim. Ishoning o'zgarib qolmadim. Cho'ntagingizga qo'limni solmadim. Tinch qo'ying odamlar. Mana bugun keldim, mana omadim. Ishoning o'zgarib qolmadim. Cho'ntagingizga qo'limni solmadim. Tinch qo'ying odamlar. Mana bugun keldim, mana omadim. Ishoning o'zgarib qolmadim. Cho'ntagingizga qo'limni solmadim. Tinch qo'ying odamlar. Mana bugun keldim, mana omadim. Ishoning o'zgarib qolmadim. Cho'ntagingizga qo'limni solmadim. Tinch qo'ying odamlar. Hali yurgan yo'limdan gumonlaysizlar. Duch kelgan kimsaga yomonlaysizlar. Omadim kelganda chidolmaysizlar. Onajon nega buncha ko'rolmaydilar? Nima qilxonning kiri deydilar. Pul uchun bir-birini ko'chirdilar. Shundayin ichib qora kimsalar borki, yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. Bloger, serpillar, biznesmen ular ta'riflashga so'z ojiz. Sen bemalol to'yga chiqsang bo'lar ekan. Sen uyalma to'yga chiqishdan. To'g'risi. Rostdan chiqsang bo'lar ekan. Tashqaridagilar aytayapti,